2004-yil 12-mart kuni Tolko'cha mahallasida mashhur sut sotuvchi Qaymoq xolani Matiz avtomashinasi urib ketdi. Qaymoq xola, voqeani bir boshdan aytib bersangiz. Hammasini aytib beraman. Bir boshdan. Men bolam ertalab qaymoq sotib yurdim. Qaymoq, malako, sut, tuxum, sigaret deb seli magazinda qo'limda ko'tarib mahallada ketyapsam, mana molga o'xshagan Moskvichi bilan darranglatib kelib qoldi yo'limda. 10 tomon yursam 10 tomon yuradi, chap tomon yursam chap tomon yuradi, orqaga yursam orqaga yuradi, oldiga yursam oldiga yuradi. Bir mahal mashinasini to'xtatib aynagini ochib, "O'rningizda turing, xola, o'rningizda" dedi. O'rnimda tursam bosib ketdi.